WhatsApp bo'ldi. NCT qidiryapman. Bitta nima deydi? Bittasiga bordim. Trailer oldim. Mana. Shunchalik mana temirchi o'zimizga quymalari esa uydan olgandim. Mana yana bitta sholka yasasam bo'ladi. Bitta sholka ketadi. Normal kuchayganman. Mana. To'g'ri mana. Chunki dragonni o'ldirish qiyin bo'lardi. Qishloq bor ekan. O'shan tagida endi dragon portali bor ekan. O'sha yerdan turib kuchayapman. Mana aytdim mana shu narsalar bor. Uni ichiga men nima solib qo'ysam bo'ladi? Shunday kuchayapman. Yana bitta jiyanimni qarayapman, ovoz chiqtiribdi. Xafa bo'lmaslar, negativ olmishlar degan umiddaman. Keyin o'zimizni olamga borganda ko'rsataman sizlarga. Haydi. Shulker bo'ldi. Shulker bo'ldi. Jiyanimga qarab o'tiribman. Aytdim-ku. Ovoz eshitilishi bo'lsa kerak. Qayerdan keldim? Mana yoqdan. Bo'lmay ketdi. Shunday yuribman hozircha. Negizini topish juda ham oson bo'ldi, bor-ku. Nima deydi? Diamondlar topdim, olmoslar topdim. Hali mace olishim kerak, bor-ku. Ko'p ish bor. Endi payro'dasi qishloqdan savdolashib oldim, damlama tayyorlaydigani bilan. Savdolashdim, menga sotdi. Enchanted butul nima deydi? Shular daraja idishlarni ham sotdi. Shularda fikr narsa qildim, trading qildim. Shu udarda. Men buni qo'yibman. Borishim yetarmikan? 20 kunda ichida shuncha kuchayib bordim, bor-ku. Lekin qalqonga hali sehr qo'ymadim. Mening 11 ga keyin deganlardek qo'ymadim. Hali bor. Hali yana mufferma qurishim kerak. Elitra oldim. Elitraga ham 11 ga keyin mening qo'yishim kerak. Ancha ish bor. Buni server qilganimga yaxshiroq bo'lardi. Darius ham kirardi. Darius ham bitta shu qirbirda shuni kuchayapti ekan. Men uni kecha ko'rdim. O'ynayapti ekan. Men ham shutmoqchi bo'ldim ani kechani o'zida. Shuni ochdim-da, shuni o'ynab bordim-ki. Bo'ldi. Negativ yozmanglar. Qo'ysam buni. Bo'sh vaqt shuni qaraganda bo'lyapti faqat. Chanklar to'qqizta chank o'ynayapman. Eng baland shu ekan qirbirda. Lekin buni qilishlar udar sehrlarga sehrlandi. Fire attack 11 ga mending knockback, bu sharpness, effectiveness, breaking, mending zo'r kuchaydi. Lekin buni ketgan aytmishlarmi? Shikolatki.
Shkellet kirga bo'ldi balki. Shkellet. Uyda yana bitta nezeret ortib qolgan. Uni nima qilishni bilmayapman. Ovozini eshityapsizlarmi? Ushtundim. Qara bu turqam. Mana shu video olishga esimga kelib qoldi. Boshlarda video olmadim. Unda kechqurun edi, gapira olmasdim bari bilan. Kecha kechqurunda sal kichik video oldim. Soat 8 kam 12 edi. Oy, 8 kam 12'lar edi. Shu atroflarda video oldim. Bu ham video qisqacha. Nechita uncha chiqmasa yo'q. Boshim chiqmayapti. Lapatani qarangizlar. Yo. Kreativ qidirmasak bo'lmaydi.